baraka bo'ldi xonajinimiz. Bo'lan ko'rib turibsizlar. Assalomu alaykum, hurmatli bozor va obto'mlarga kuzatuvchilar. Xo'lasa, Farg'ona viloyati Quva tumani Quvanish Qo'chora mavzuga tashrif buyurganmiz akalar. E'tiborlaringizni boshlayman. Sizlarga zo'r barakalar, narxlar chiqarib beramiz. Sizlardan bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Boshladik akalar, xizmatchilardan boshlaymiz. 8.500.000 so'mga baraka bo'ldi. 12,5 million so'm narx aytilyapti. 11.200.000 so'm savdosi bo'libdi. Shu xonajinimiz. Bo'ylan ko'rib turibsizlar. 12.500.000 so'm narx aytilyapti. Bo'ylarni ko'rib turibsizlar. 9 million so'mdan xonajilar sotiladi. 13 million so'm narx aytilyapti. 11 million so'mda tevasida savdosi bo'libdi shu xonajinimiz. 12,5 million so'mdan narx aytilyapti. 10 million so'mdan savdosi bo'libdi xonajilar. 13 million so'm savdosi bo'lyapti. Bo'ylarini ko'rib turibsizlar akalar. 13.700.000 so'mga baraka bo'ldi. Xonajinimiz. Yurik. Bo'ylarini ko'rib turibsizlar. 15 million so'mdan narx aytilyapti. Xonajilar. 30 million so'm chiqcha kami bor. Qo'chora bozorda akalar. 16 million so'm narx aytilyapti. Simental xonajinga. 16 million so'm narx aytilyapti simental xonajinga. Shu ekan. Bunisi nechi pul? 17 million so'm kami bor. Shu akalarimizdan.